Mayda juda gruppalar uchun organizerlaringiz bo'lmasa, bakalashkani uchini kesib qopqog'ini yoping. Salafani bilan ishlatish osonroq bo'ladi. Sushi palichkalarini ishlatishni bilmasangiz, prishepkani palichkalarga skotchlab oling. Teshik kulchalar uchun maxsus apparatingiz bo'lmasa, bakalashkadan foydalaning. Mini kabobchalar tayyorlamoqchi bo'lsangiz, yarimta bakalashka ichiga farshni joylashtiring. Oldi tomoniga palichkani qo'yib, bosib chiqaring. Ikkinchisi paket ustiga moy tomizib, farshni qo'ying. Shpatel bilan sosiskalar hosil qiling. Saryog'ni udobniy qilib ishlatmoqchi bo'lsangiz, bumajniy folga orqali kusochkalarga bo'lib oling. Faqatgina o'zingizga keraklisini ishlatasiz. Pichoqlaringiz tuppoy bo'lib qolgan bo'lsa, bakal orqasiga saryog' va ozgina tuzni seping. Barcha pichoqlaringizni chaqlab oling. Do'lma qiladigan apparatingiz bo'lmasa, oddiy salafanni olib, ustiga barglarni qo'yib, tepa qismi va ikki chekkasini bukib, do'lmani ustiga salafanni yarmini yopgan holda barmog'ingizni qo'yib tortib oling. Qoshiqni ishlatmagan holda asalni pishiriq xamiriga solmoqchi bo'lsangiz, uni ustiga qoshiq izini qoldirib asal bilan to'ldiring. Tuxum sarig'ini oqidan ajratmoqchi bo'lsangiz, mana shu usulni qo'llab ko'ring. Limon po'slog'ini oson usulda qirg'ichdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, pishiriqlar uchun qog'ozni qo'yib qirib oling. Limonni uzoq muddat svejiy saqlamoqchi bo'lsangiz, bankaga solib suv bilan to'ldirib xolodilnikka qo'yib qo'ying. Qaynatilgan tuxum po'slog'idan tez va oson archilishini xohlasangiz, qaynab turgan suvga limon va tuzni qo'shing. Bodringlar uzoq muddatga dirkilib turishini xohlasangiz, bir ikkita temir qoshiqlarni ichiga solib qo'ying. Yanada qiziqarli layfhaklarni bilishni istasangiz, menga obuna bo'lib qo'ying.